Bugun sizlar bilan Click ilovasi orqali nasiya savdoni onlayn to'lash usullarini ko'rib chiqamiz. Avvalo o'zizga qulay bo'lgan platformani tanlab olasiz, masalan Click. Click ilovasidan Aplata punktiga o'tasiz va Aplata по rekvizitim bo'limiga kirasiz. Bu yerda ikkita Aplata по rekvizitim bo'limlari bor, biri byudjet, biri oddiy. Siz esa oddiysini tanlaysiz. Shartnomada ko'rsatilgan barcha kontaktlarni kirgizasiz. Rekvizitlarni shartnomaning oxirgi punktidan olishingiz mumkin. Bank infosi, расчетный счет larni avtomatik kirgizsangiz, bizning avtosalon avtomatik tarzda chiqib keladi. Название va платежga shartnomaning raqami, mashinaning xarid qilingan kunlarini yozib qoldirasiz. Va albatta kerakli summani kiritib, bizga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat. Video qulay bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohingizni qoldiring.